Assalomu alaykum Dunyoviy Dinxom kuzatuvchilari. Siz uchun Dunyoviy Dinxomda yana bitta yangilik. Endi 1-iyun bolalarni himoya qilish bayrami munosabati bilan Dunyoviy Dinxom shunday chiroyli ko'ylaklarni siz uchun tekinga tarqatadi. Buning uchun Dunyoviy Dinxom ijtimoiy tarmog'iga va biz obuna bo'lgan homiylarning barchasiga obuna bo'lasiz va shu videoning tagiga 5 ta do'stingizni belgilab, 5 ta do'stingizga yuborasiz va qarabsizki, Dunyoviy Dinxom liboslarining egasiga aylanasiz.